Koreyadagi detskiy tish doktorlar o'rtoqlar mana shunday ko'rinishda bolajonlar uchun har xil o'yinchoqlar, bolajonlar qo'rqmasligi uchun. Bugun Ranaxonni kuni, ko'z doktor, endi tish doktorga keldik. Detskiy tish doktorlar. Hatto bolajonlar uchun o'ynaydigan joylar va televizor, multfilm. 여기 귀인이 있다, 여기. Hmm. 여기 귀인이 있다. Rano hayratda birinchi marta kelishi detskiy tish doktorga. O'yinchoqlar har xil. Kids. Xursand qizim. Bog'chasiga ketishimiz kerak. Tishini tekshirtiramiz endi qizimni. Ranoni o'chiratib kelguncha multik ko'rib turibdi hozir.